Misol, qarang, diqqat qilamiz. Tenglamani yeching deyilgan. Ildiz z qo'shilgan, ildiz z qo'shilgan 1/2, yana qo'shilgan ildiz z qo'shilgan 1/4. Demak, teng 2025 ga z ning qiymatini toping degan savol ekan. Ajoyib misol ekan, e'tibor beramiz. Mana bu ifodamiz bizga to'la kvadratga keladi. Diqqat qilamiz, qanday qilib olib kelamiz. Birinchisi yozib qo'yamiz. Z qo'shilgan ildiz osti z qo'shilgan 1/4 ildiz ostining kvadratiga almashtiramiz mana buni. Va yana bilamizki, bizda 1/4 yana ortib qoldi. Endi mana buni o'rniga yozamiz, qarang. 2 ko'paytirilgan 1/2 ko'paytirilgan ildiz osti z qo'shilgan 1/4 deb yozamiz. Qo'shilgan yana 1/2 ning kvadratini yozib qo'yamiz. Mana shu shaklda almashtirish qilsak, bizga teng mana 2025 bo'lyapti. Xo'sh, mana shu narsa mana kvadrat bilan ildiz ketsa, z qo'shilgan 1/4 qoladi va mana bu yerda ham yana 1/4 bilan qo'shilsa, z qo'shilgan 1/2 bo'ladi. Demak, mana shu z qo'shilgan 1/2 ni, demak, mana bu ifoda va keyingi mana 1/2 ni kvadrat shaklda yozdik. Mana bu o'rtadagi narsani 2 karra 1/2 ga almashtirdik va buni o'zini yana qaytib yozib qo'ydik. Ana shu narsa endi bizga to'la kvadratga kelyapti. Diqqat qilsangiz, mana shu narsa, demak, yozamiz qaytadan. Z qo'shilgan ildiz osti yana ildiz z qo'shilgan 1/4 qo'shilgan 1/2 ning kvadrati ildizda teng 2025 ga bo'lyapti. Mana bu narsa kvadrat bilan ildiz ketadi. Keyin qoladigan narsa z qo'shilgan ildiz osti z qo'shilgan 1/4 qo'shilgan 1/2 ildiz osti kelyapti mana. Teng 2025 ga bo'lyapti. Bu narsa boya qildik. Mana shu narsa bilan bu narsa bir xil narsa. Yana qayta o'zini yozib qo'ysak bo'ladi. Ildiz osti z qo'shilgan 1/4 qo'shilgan 1/2 ning kvadratini beradi. Teng 2025 ga. Demak, yana kvadrat bilan ildiz ketsa, qoladigan narsa z qo'shilgan 1/4 qo'shilgan 1/2 teng bo'lyapti 2025 ga. Bu tarafga o'tkazamiz. O'tkazgan paytda mana bu yerda yozamiz. Ildiz osti z qo'shilgan 1/4 teng 2025 ayrilgan 1/2. Kvadratga ko'taramiz. Buni ham kvadratga ko'taramiz, buni ham kvadratga ko'taramiz. Shunda bizga z qo'shilgan 1/4 teng 2025 ning kvadrati. Xo'p, ayrilgan 2 ko'paytirilgan 1/2 ko'paytirilgan 2025 qo'shilgan 1/4 bo'lyapti. 1/4 bilan 1/4 ketadi, z teng bo'ladi. Bu ikkalasini yig'indisiga 2025 ning kvadrati ayrilgan 2 bilan 2 qisqasi ayrilgan 2025. Demak, z teng 2025 ning ikkalasidan chiqarsak 2025 ko'paytirilgan 2024 degan javob qolar ekan. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Eslab qoling, diqqat qiling, bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga bundan foydali ma'lumotlarni ulashda sizdan davom etamiz.